Ana, bittasi kelyapti. Doim o'zi shunaqa qo'rqitib chiqishimiz shartmi? Oxiri bittasi yozib yuboradi, qamalib kirib ketamiz. Hoy tentak, mana shunaqa qilsak trendga chiqamiz. Endi trendga chiqamiz deb peshingami, shomgami chiqarmasa bo'ldi. Bo'ldi, kelyapti. O'tir. O'tkir ekan. Assalomu alaykum aka. Buying. Nima? Uzr, kino to'g'richimizda. YouTube'da kanalimiz bor, dishingga savol javob qilmoqchi edik. Shuni baqirmasdan, qo'rqitmasdan aytsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Birinchi savol. Pulingiz dastavot kelganda birinchi bo'lib kimga telefon qilasiz? Xotinimga-da. Ikkinchi savol. Aka, ko'chada takoy ishkalada qolib ketganingizda birinchi bo'lib kimga telefon qilasiz? Xotinimga? Ha, mayli. Xo'p, bu dunyoda hammadan ko'p eng yaxshi ko'rib kimni sevasiz? Xotinimni. Mayli. Aka, tasavvur qiling. Uyingiz yonyapti. Hamma oila a'zolaringiz uyingiz ichida. Birinchi bo'lib kimni qutqarasiz? Xotinchasini-da. Men xotinimni sevaman. Xotinim menga yoqadi. Endi menga baribir odamlar qanday boqadi?